Sevishganlarga rosa qiyin. Ayniqsa yigitlarimiz qiz bola bilan uchrasholmay qiynalib ketadi. Og'aynisini bolasini minib oladi. Bir kunga arendaga olgan. Shimni shumarib olgan. O'sha qizni ko'chasidan jiringlatib, bu yoqqa o'tadi, jiring yoqdan bu yoqqa o'tadi, jiring. Qiz bola chiqa olmaydi. Eshityapti hammasi, nega chiqa olmaydi? U derazadan bu derazaga, bu derazaga yuguradi. Darhol faqir to'la suv bo'lsa, bo'shatib suv bahonasi shunday faqirib ko'tarib chiqadi. Xuddi kamazni kutib turgan odamdek shu o'tib ketsin, keyin o'tib ketaman deganda poylab turadi. Bu yigit ham menga qo'yib kelib gapirib o'tib ketish kerak-da. Iltimos bugun bir ko'rishamiz, soat 5 ta. Ketdi, yigit o'zi yo'q. Mana bunaqasi aylanib ko'prikdan o'tib, magazinning orqasi bilan kelib turib, afsatlar darvoza tagidan kirib mana bunaqasi chiqib keladi. Yana kelyapti. Qiz bola, qayerda ko'rishamiz, soat 5 ta. Endi yigit bu yoqqa o'tadi. To'g'rakan toltayib soat 5 ta ko'rishamiz. Qiz bola o'ylaydi, soat 5 ta deyapti. Soat 5 ta gap farq bo'ladi-yu, mumkin emas bunday uchrash. Soat 5 ta, bo'lmaydi, soat 7 ta ko'rishamiz. Yigit yana yo'q. Shuvlab, "Bo'pti, yetyapti, men ketdim, yo'qman, bo'ldi."